Ustoz stullar yasalaydigan xonadonga yetib kelganmiz. Optim bo'ladi. Nimaga optim deganlarga, chunki oilaviy yasaladi. Shuning uchun narxlari arzon chiqadi. Sifatlariga ta'sir qilmaydimi deganlarga, sifatlari ham juda ham ideal holatda, yaxshi, chiroyli holatda qilib berishadi. Xo'p, sizlarga bir osh ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hamma assortimentlar bor. Undan tashqari shu ko'rib turgan ustoz stullarning nima farqlari bor? Asosiy materialidami yo boshqa narsalardami? Uzagamiz o'zlaridan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, suyimsiz? Charchamayapsiz. Xo'p, birinchi tanishtiradiganimiz qanaqa ish endi? Aka, lisva yog'ochda 12 talik. Aha. 12 talik lisva yog'ochimiz. Hozirgi kunda aksiyada bo'layotgan 3 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz bularda aka. Aha. Nechtalik endi? 12 talik aka bunimiz. Aha. Orqalari broshkalik. Pardali bo'ladi. Misol, uyni pardalariga materialni moslab beraveramiz aka. Rangini, materialni nimaga berilaveradi. Uyni remontiga ketaveradi. Xonlari 275 ga, bu 6 xon taxta bo'ladi xonlari ham aka. Xon taxta qilib ishlatishaveradi. 40 sm holatda xon taxta ham bo'ladi. Aha, zo'r. Nechtaligacha qilsa bo'laveradi? Bu 12 talik, 14 talik, 16 talik, 18 talik qilinaveradi aka, 20 talik. Bu 12 talik коричневый mebelniy svetimiz aka bu. Bu ham rossiyskiy yog'och lisvadan. Hop. Mebelniy xuddi shu holatini коричневыйsi endi. Bu oqi bo'lsa коричневыйsi. Коричневыйsi. Uyini dizayniga qarab, pardasi, rangiga qarab moslab berilaveradi. Xo'p, bular endi qayerga ketyapti aka hozir? Bular Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga ketyapti. Magazinga Optim 4 kampli, 5 kampli magazin oladi. Ha, magazinga. Ular foydalanadi bizdan olib turib, endi oz-moz qo'yib sotishadi endi. O'zlari tirikchiliklarni qo'yib sotishadi. Zo'r. Bular ham 3 million 100 ming so'm 12 taligi. Ha, demak donaga ham Optimga ham qilib berilaveradi. Donaga Optimga qilib Bular-chi? Bu коричневый 16 talik aka bu. Aha. Uy hali 7 metr, 6,5 metrdan baland bo'lganlarga misol 16 talik tushaveradi. Uyni razmerini aytsa biz unga qarab qilib berilaveradi. Zakasiga qarab tavsiya qilaveradi. Materialni, rangini, uyini dizayniga qarab turib moslab berilaveradi bu narsa. Bu xona necha razmeri? 366 ga 117 bo'ladi eni. Bu ham xon taxta qilib ishlatsa ham 20 kishi bemalol mehmonli yosh katta ayollar, hali kishilar kelsa behijolat hali xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. O'tirib yaxshi. Misol bizga o'xshagan yoshlari kelsa, stolni bunday qo'ysa 16 kishilik bo'lib, stolni maqsa ham bo'laveradi. Bitta ehsonni o'tkazib yuborsa ham bo'laveradi. Ehsonni o'tkazsa bo'laveradi. Xo'p, bularni narxi nechta chiqadi? Nechta pul chiqadi? Bularimiz 4 million 400 ming so'mga 16 taliga chiqadi aka. Zo'r. Vobshe arzon ekan. 4 million 400 ga 16 ta rossiyskiy yog'och lisvay bular ham. Bularimiz lisvay yog'och, bularimiz ham oq. Bularimiz ham orqasi pardali. Misol o'ziga moslab pardali qilib qo'ygan. Misol коричневый bo'lsa, mana коричневый ham o'ziga o'xshab moslangan. Pardali qilib, hozirgi yangilik qilib, yangilik bo'pti. Chiroyli bo'lib. Endi bunimiz 18 talik. 18 talik. Xona bir xil bo'laveradi. 18 tadan ko'tarilsa, xonaning razmeri o'zgaradi. Necha kattalashadi? Lekin 366 ga 117 18 ta stolga ham aytaveradi. Endi hali klientimiz xohishiga qarab 2 dona stol qo'shilib qolsa, 18 ta mehmonim nima bo'ladi degani uchun qo'shib berganmiz. 18 taligimiz 4 million 800 ming so'mga qilib beryapmiz. Berilgan. Xo'p, endi bu kraskalar qanaqa ishlatilyapti aka? Kraskalari, misol turetskiy kraskalar, materiallari Xitoy, kraskalar turetskiy. Machalkalarchi? Machalkalar Qozog'iston machalka. 16 bularga 3lidan 16 plot ishlatiladi. 3 qavat qo'yiladi, 9 bo'ladi aka. Talariga ham MDF dan qilib 08 dan qo'yib qo'yganmiz. Oddiy disp emas. Ha, disp emas bu. Disp emas, MDF narsa bu tagidagi narsa. Xizmat uzoqroq bo'ladi. Xizmat uzoqroq bo'ladi. Buyum narsa bo'lib. Misol mana bu talari ham yog'ochlarini ko'rsangiz, hamma yog'i lisvaydan ishlangan, pokiza yog'och. Chiroyli. Butog'i yo'q, kamroq. Butog'i yo'q, kamroq, hali pokiza yog'ochdan ishlangan aka. Xizmat qilsin deb turib. Keyin mana mashinalarimiz ham bor ekan. Vodiy bo'ylab dastlabkilar qanaqa? Kelishilgan holatda 12 viloyatga bo'lsa chiroyli qilib chiqaradi. Hamma joyga yaqinzorligiga qarab turib ketaveradi endi. Kelishuviga qarab. Endi maktablar nimaga, donaga, Optimga ham qilib berilaveradi. Undan tashqari kelishgan holda bo'laveradi. Donaga aka misol mana undan bo'ladigan bo'lsa, o'tgan safar qilib berdik, 500 ta to'yxona qilib berdik. To'yxonalarga, restoranlarga, to'yxona, restoran o'zini nimalariga aytsa, joyiga qarab, nimasiga qarab turib, yong'oq, lisva, qanaqa holat bo'lsa, pulga qarab qilib berildi. Zo'r ekan. Endi bularimiz aka yong'oqdan qoplama posonimiz. Komplet tergancha sharoitimiz bo'lmagan evaziga dona holatida olib chiqdik. Misol orqasi buni ham broshkali, o'ziga dizayn qilib, mana orqalarini ishlangan. Yopib bo'lar ekan. Yop bo'ladi. Mana o'tirganda yumshoqqina hali. Bu nechilik bo'ldi endi? Bitta oyog'ingizni qaytib. Bularimiz aka, ular 12 plot bo'ladi. Bular 9 bo'lsa, bularga 12 plot bo'ladi.
Mana misol bossangiz mana qaytib chiqaveradi machalkasi joyiga. Cho'kib qolmas ekanda. Yo'q, cho'kmaydi. Misol manetiga ham 4 li machalka ishlatiladi. 3 li machalka ishlatsa biz 4 li ishlatamiz. Jinali manetlari bag'atga olib chiqsin deb turib, qoplama. Stol yog'och o'raladi. Bular necha pul atrofi chiqadi? 12 taliga 7 million 200 ming so'm qilib beryapmiz bularni. Endi magazin optin narxda aytayapman bularni. Zo'r. Yonidagichi? Mashina u hali buni qoplama bo'lsa, bu qoplamasiz. Qoplamasi. Kobra posoni bularimiz 6 million chiqyapti 12 taliga. Pullarda oz-moz farq bo'laveradi. Ha, misol buni rasvoti bilan buni rasvotini chiqarib yuboramiz, rasvotiga qarab chiqaveradi. Zo'r. 12 taliga. Endi bularning gullari bor shekilli, bular oldiga tiredi. Bu misol bu ham yong'oq, bu ham yong'oq. Mana shu yerda farqi bor xolos. Mana shu yerda farqi borligi uchun 6,5 million so'm chiqadi 12 taliga. Zo'r. Ichi taylarni bitta ko'rsataylikchi bittantasini. Mana tomonlama mana. Mana yong'oq narsani aka, misol mana yong'oqni qarasangiz mana. O'zi ajrab turadi. Ajrab turadi 100%. Misol borganda shu yerlar rang sepilmaydi aka. Bemalol behijolat ko'rib olsa bo'laveradi. Mana baquvvat tomonlama. Ha, maylar misol mana yong'oq, hamma yo'g'ini misol ko'rib nima qilib olsa bo'laveradi. Yong'oq lisvadi sotamiz. Aytib sotiladi. Aytib sotiladi. Misol bu 3D mo'lari ham mana buni misol rangida ikki xil holati. Jinni ochroq, jinni to'g'roq qilib ishlangan Pul holati. o'zgarmaydimi rangi? Yo'q, pul o'zgarmaydi. Material rangi o'zgarsa o'zgarmaydi. Endi qo'shilib qolsa, bir nima bo'lsa o'zgarishi mumkin. Endi materialda kimdir aytishi mumkin, machalkasini ko'proq qilib beringsa, pul qo'shilib qoladi, to'g'rimi? Machalkasini misol 12 bo'lsa, 12 dan ham yana ham jinday qo'shib bering desa, misol ozmoz qo'shilib qoladi. Zo'r. Bularimiz endi Bularimiz plankalik yong'oqdan. Endi plankalik misol bu materiallari ham orqa oldi bir xil qilib qoplanadi bular aka, ko'ring, bir xil qilib. Bir xil odamlar manetini o'ziga keltiradi-da, orqasiga oddiy material, mana bunaqa material oddiydan urib qo'yish. Bilmaydi, lekin bizda orqa oldi bir xil qilib beriladi. O'shanda sifatli ish bo'ladi. 100% yong'oqligi 6,5 million chiqadi aka bularimiz. Zo'r. 12 taligi. 100% yong'oq bo'ladi. Ha, bu material ham mana pardasiga moslab qilib beraveramiz. Misol kimdir pardasi ko'kroq bo'lsa ko'kroq, ochroq bo'lsa ochroq qilib. Gullari ham shu to'g'ri kelar ekanda, chiroyli holat. Sidinalari ham misol bir xilda gulini keltirib qilib beramiz. Zo'r. Bular narxi qanaqa? Mo'la 6,5 million so'm. Mononimiz baqatera bo'lgani uchun baqaterani rangini mo'ndan ham qilib beraveramiz. Endi jini arzonroq 5,5 million so'mga bularimiz chiqadi. Misol mashina baqatera bo'lsa 5,5 million, yong'oq bo'ladigan bo'lsa 6,5 million so'm. Endi 100% yong'oq desa 100% bo'ladi. Agar baqatera bo'lsa baqatera qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Do'stlar, mana assortimentlar ko'ryapsizlar. Bular magazinga chiqib ketyapti. Bundan tashqari siz zakaz qiladigan bo'lsangiz ham bemalol qilib beriladi. Aka, necha kun atrofida tayyor bo'lyapti? Xudo xolasa 3 kun, 4 kun, bir haftani ichida qilib beraveramiz. Zakaslarimizga qarab turib, xudo xolasa qilib berilaveradi. Uzog'i ham bir hafta. Endi imkoniyatiga qarab zarurat bo'lsa tezlatib ham beramiz. Qilib berilaveradi. Aka, kattakon rahmat. Elimga bergan ma'lumotingiz uchun. Undan oldingi videolarimiz ham juda zo'r prosmotr ketgan. Juda ko'pchilikga ma'qul kelibdi. Ko'p odamlarga qilib beribsiz, kommentariyalardan o'qidik. Xudo xolasa bu videoyimizdan ko'rib telefon qilganlarga ham, Ravshanbekdan oldim deganlarga imkon qadar narx tomonlama, sifat tomonlama zo'r qilib berasiz. Xudo xolasa albatta. Pastda nomerlar qoldirdik, Telegram va WhatsApplar bor, aloqaga chiqaverasizlar.